Xafa bo'lmanglar, odamlar pulga bir-birini uxlatib o'rayotgan paytda biz sizlarga bolani uxlatadigan stulchka olib kelganmiz. Pulga uxlagan odam nima qiladi? Обязательно o'tirib qoladi. Albatta bu kichkinagina hazil edi. Bu stulchigimizda dvovodnoy hisoblanadi. Xohlasanglar yo'lka holatida, xohlasanglar bunaqa stulchik holatida bemalol foydalanishingiz mumkin. Stulchigimizning funksiyalarini ko'rsanglar bo'ladi, yo'llari sensorli bo'ladi. Avto rejimi bor bu stulchigimizning. Bola yig'ilsa, avtomatik tarzda o'zi tebratadigan funksiyalari qo'shilgan. Bu stulchigimizning shu holatda o'zida ham bemalol yotadigan va o'tiradigan holatda foydalanishingiz mumkin. Ma'qul bo'lgan bo'lsa, stulchigimizni pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz ham mavjud. Ishonchli va tez yetkazib beramiz. Narxiga keladigan bo'lsak, 1 million 100 ming so'm qilib qo'yganmiz. Bemalol murojaat qilasizlar.